razborlarimiz, tahlillarimizni natijasi ko'pchilikda yalni sezilib qoldi. O'shaning uchun biznesmenlarga 1 yillik amaliy plan qilyapmiz. Yaqinda e'lon qilib qolamiz. Faqat biznes egalariga va faqat erkaklarga. Xo'p, bo'lmaysizlar. Xo'p, o'tiring. Yaxshimisiz? Yaxshi. Yaqinroq. Mikrofonga yaqinroq gapirish kerak. Savol yoki muammo nimadan iborat? Muammo qaysi sohada qobiliyatim borligini, qaysi yo'nalishda kuchli tomonim borligini, qaysi ishda zo'rligimni topa olmayman. O'sha muammoga yechim topa olmayman o'zim. 7 yoshingizgacha qaysi narsada eng zo'r bo'lganingizni, usta bo'lganingizni gapirishgan. Aytishgan. 7 yoshgacha mana shu tomondan mana shu bo'lar eding, ana qizlarga rosa o'yinchi eding, yoki rosa chizar eding, rosa bir narsa qilar eding. Mashinnik deganida. Yana bitta qaytaraman. Savol. Aha. Demak, quloq ching'illab qoldi. 7 yoshgacha qaysi narsani zo'r qilganingizni aytishgan. Biron bir narsani gapirmasdan turib, jim turib qilgan. Biron bir ishni misol gapirmasdan qilishdi. Masalan, yoshligimda radio texnika apparatlar bo'ladi. O'shalarni ochib, misol yig'ib, ochib turib simlarni ulab, misol sozlashga harakat qilganman. Bo'ldi, to'g'rilab qo'y. Xo'p. 7 yoshdan 10 yoshgacha-chi? O'sha hozirgi aytganim kelyapti ekanlar. Yaxshi. Eng ko'p nimaga taqiq qo'yilgan sizga? Biron bir ishni qilsam to'xtatishgada o'sha. Eng ko'p nimaga taqiq bo'lgan? Qaysi ishga? Biror bir ishga emas, qaysi ishga? Gapirishga. Xo'p, qayerda gapirishga? Uyda. Kimni oldida gapirishga? Shu oila a'zolarim oldida. Nechinchi farzandsiz? O'rtanchi. Ikkinchi. O'zi 3 ta farzandsizlar. 4 ta. 4 ta. Sizdan oldin kim? Akam bor. Sizdan keyin? Ukam bor. Singlim bor. Uyda eng gapi o'tadigan odam kim? Dadammi? Ne. To'ralaylar. Ukam. Qaysi biri? Ukam. Ukangiz. Uyda eng erkatoyi kim? Ukam. Tushunarli. Sizni gapingizni to'xtatib ukangizga gap berilgan paytlari bo'lganmi? Da, bo'lgan. Bu ko'p bo'lgan. Da, почти. Sizga savol. Ota-onangizni jazolaydigan bo'lsangiz, undan keyin ish boshlashni xohlaysizmi yoki undan oldin ish boshlashni xohlaysizmi? Keyin. Ana shu uchun maqsad yo'q, ana shu uchun qobiliyatingizni chiqarish Yo'q. yo'q. Ya'ni jazolash bo'lgani uchun to'g'rimi? Hozir sizni qiynalishingizni ko'rib turib, ularni qiynashni xohlayotganingiz uchun. Ha, yerto'la pozitsiyasi. Hozir nima yo'nalishda ishlaysiz? Qurilishda. Qurilishda. Qurilishda qaysi sohasida? G'isht terish. G'isht terishda.
uyda qaysi narsani hech kim indamasa ham o'zingiz qilib qo'yaverasiz? O'sha apparatlar masalan buzilgan narsa bo'lsa, apparat shuni sozlash harakat Demak, sizni asli yo'nalishingiz elektrotexnika, texnika. mikrosxemalar va bu sohada zo'r natijalarga erishishingiz mumkin. Faqat sizni akangizga bo'lgan e'tibor, ukangizni muhimligi sizni bu narsalardan to'xtatib turibdi va siz ukangizga bo'lgan e'tiborni kuchayib ketgani uchun, siz e'tiborsiz qolganingiz uchun o'zingizni imkoniyatingizni ishlatmasdan qaytanga ham jismoniy, ham moralniy, ham moddiy qiynaladigan narsaga o'zingiz uryapsiz. Va shu orqali asosiy maqsad ota-onangizni Jazolash. xolos. Undan boshqa narsa emas. Ya'ni e'tibor olmagani uchun jazolash. Endi bitta savol. Nechiga kirdingiz? 34. 34 ga. Ukangiz nechiga kirdi? 32. Ko'z yuming. Onangiz ko'proq ukangiz tomon bo'larmidi, dadangiz ko'proq ukangiz tomon bo'larmidi? Onam. Dadangiz ko'proq kim tomon bo'lardi? Oilada hammani hisobini olsak. Men tomon. Onangizga eng ko'p aytishni xohlagan gapingiz nima bo'lgan? Sizni yaxshi ko'raman. Bu gapni ayta olmaganmisiz? Yo'q. Men oching demagunimcha ko'zingizni ochmaysiz. Xo'p, nima sababdan ayta olmagansiz? Ko'p dakika eshitganim sabab. Ko'p dakika eshitganingiz sababidan gapira olmaganmisiz yoki onangizni sizga qilgan o'sha gaplari, munosabatlaridan o'sha yaxshi ko'rishingizni aytishga noloyiq deb hisoblaganmisiz? Bu ham bor. Yaxshi. Dadangiz nima ish qilganlar? Ko'zingizni ochmang. Savdoda ishlaganda. Uyda. Uyda do'kon bor edi. Ha, bor edi. Kichkina do'konchi. Ha, kichkina do'kon. Oynadan ochilgan. Shunday. Onangiz nima ish qiladilar? Uy bekasi. Endi sizga savol, dadangiz bilan onangiz munosabati qanaqa edi? O'rtacha. Hozirgi aqlingiz bilan o'sha holatni kuzating. %50 pastroqda. Sababi nima bo'lgan? Sababi yetishmovchilik bo'lgan bo'lishi mumkin. Yashang. Onangiz eng ko'p utisheniyani, o'zbek tilida aytganda tinchlanish, xotirjamlikni kim bilan gaplashib olgan? Dadam bilan. Xo'p. Eng ko'p rohatni kim bilan gaplashib olgan? Dadam bilan. Yaxshilab o'ylab ko'ring-chi. Ikkala savolimga ham javob. Agar siz aytgandek dadangiz bilan olganida, dadangiz bilan gaplashib olganida Ukam bilan bo'lishi mumkin. yashang. Dadangiz bilan bo'ladigan xotirjamlikni, yengillikni u kim orqali to'ldirgan? Ukam orqali. Bu degani onangizni dadangiz bilan munosabati aslida qanday edi degani? Yaxshi emas.
Endi shu holatda onangizni o'y hayollari ichidagi fikrlari haqida bir o'ylab ko'ring, tasavvur qilib ko'ring. U qanaqa fikrlab, qanaqa o'ylab o'tiradi, nima xayolida bor, nima dardi bor? O'zini dardi. U aslida o'zi nimaga muhtoj? E'tiborga. O'zi e'tiborga muhtoj bo'lgan holatda sizga nimadir bera olishi mumkinmi? Yo'q. Singlingiz bilan akangizga bo'lgan munosabatlari qanaqa bo'lgan? Xuddi sizdekimi yo boshqacharoqmi? Boshqacharoq bo'lishi mumkin. No, yaxshiroqmi, yomonroqmi? Yaxshiroq. Savol. Oilada eng ko'p dadangizga o'xshaydigan kim? Men. Shunchaki ko'z oldingizga onangizni keltiring. Men aytgan gaplarni ovozingizni chiqarib takrorlaysiz. Ona deysizmi, aya deysizmi? Aya deyman. Hozir bormilar? Bor, alhamdulillah. Aya, men sizni ko'ryapman. Aya, men sizni ko'ryapman. Shu paytgacha dadamdan olmoqchi bo'lgan alamingizni mendan olganingizni tushunmagan ekanman. Shu paytgacha dadamdan olmoqchi bo'lgan alamingizni mendan olganingizni tushunyapman. Tushunmagan ekanman. Tushunmagan ekanman. Va dadam bilan o'rtangizdagi munosabatni bilmasdan, Va dadam bilan o'rtangizdagi munosabatni bilmasdan sizni holatingizga sizni holatingizga baho bergan ekanman. baho bergan ekanman. Aslida o'zingiz bilan o'zingiz ovora, Aslida o'zingiz bilan o'zingiz ovora, dardingiz o'zingizga yetadigan, dardingiz o'zingizga yetadigan, boshqa odam bilan gaplashgudek ham ahvolingiz yo'q ekan. boshqa odam bilan gaplashgudek ahvolingiz yo'q ekan. Men sizdan Men sizdan norozi bo'lib yuribman. norozi bo'lib yuribman. Meni kechirishingizni so'rayman. Meni kechirishingizni so'rayman. Men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni yaxshi ko'raman. Men sizni Men sizni yaxshi yaxshi ko'raman. ko'raman. Bu sizga yoqmasa ham. Bu sizga yoqmasa ham. Ko'zingizni ochmasdan savollarimga javob berasiz, xo'pmi? Xo'p. Ichingiz nima his qilyapti? Yengillik. Xo'p. Dadangizni toparman, tutarman bo'lmagani uchun ayblamaganmisiz? Ayblaganman. Nima uchun? Sharoit qilib bermagani uchun. Dadangiz, onangizlar dadangizni birinchi oilasimi? Albatta. Nima sababdan dadangiz toparman, tutarman bo'lmagan deb hisoblaysiz? Soliqlari tufayli. Ya'ni ikkinchi guruh nogironida gruppaga chiqqan. Shu sababli. Ha. Ikkinchi guruh nogironi nima degani u? Nimada muammo bor degani? Jismonan.
Ko'zingizni ochmaysiz. Hayolingiz sekin tinchlanadi. Dadangizni og'riqlarini bir his qilib ko'ring tanangizda. Mana shu holatda nima ish qilish mumkin? Mana shu holatda qanaqa qilib xotiniga yaxshi muomala qilish mumkin? Mana shu holatda qanday qilib katta pul topish haqida o'ylash mumkin? Sekin o'zingizga qayting. Ko'zingizni ochmay turasiz. Endi dadangizni holatiga bir qarab ko'ring. Dadangiz nima qilib bergan ekan? Kerak emas. Dadangiz nima qilib bergan ekan? O'zini imkoniyatida bor bo'lgan eng yuqori narsani nima qilgan? Qilib bergan. Shunchaki o'zingiz xayolingizda dadangizni keltirib shunchaki ayting. Men sizdan kechirim so'rayman. Sizni keraksiz ayblagan ekanman. Hozir tirikmilar? Ha? Ha. Yaxshi. Hozir dadangizni eng xursand qiladigan narsa ana o'sha holatida, ana o'sha jismoniy og'riqlarida xursand qiladigan narsa va onangizni hayron qoldiradigan narsa nima? Men rivojlanishim. Yashang. Sizni o'sishingiz, rivojlanishingiz, ular sizni holatingizni ko'rib rohatlanadi. Hozir siz ularni ayblash orqali hech narsaga erisha olmaysiz. Tushuntira oldimmi? Tushundim. Demak, bugun birinchi qiladigan ishingiz nima? Kechirim so'rash bor. Yana Shu sohaga qadam qo'yish. yana Rejasini tuzib olish. yashang. Chuqur nafas oling. 2 sekund ushlab turib sekin chiqaring. Chuqur nafas oling. 2 sekund ushlab turib sekin chiqaring. Sekin ko'zingizni ochishingiz mumkin. O'tiring joyingizda. Sizni sharofatingiz bilan mana shu joyda o'tirgan 50 ta odamni nechtasida mana shu muammo bo'lsa, hammasi o'ziga javob topdi. Noto'g'ri bo'lsa aytinglar. Gap nimadaligini tushundingizmi? Suvingiz bor ekan-a? Yaxshi. Qaranglar, qayerda? Asli gap, biz nimalar bilan ovoramiz? Hamma yo'q. Biz nimalar bilan ovoramiz? Nimalarni o'ylab yuribmiz? Bu tangani egasi chiqarmagan yo'qmikan? Qanchadan beri ko'tarib yuribman. 3-chi hafta ketyapti. Bu narsa qilinglar-ey. Ha? Ko'rmayapti-da hech kimni. Faqat tangani ko'ryapti-da. Ana
Kung Fu Pandani 4-chisida shunaqa narsa bor. Sen voyin drakonani tanlashing kerak ajdaho jangisini desa. Xo'p, tanlayman dedi. Hammasini ko'rsatgandan keyin, hozir meni barmog'im ajdarho jangisini tanlaydi. Bunaqa qiladi. Hozir hech kimni ko'rmayapti-da. Yaxshimisiz? Bo'ldi, o'tiravering. Shart emas. Nima bu sizlarga? Bizni bitiruv oqshomlarimizda ana undagi o'yin kulgu kechalari bo'lmaydi deydi-ku.